Bunaqa narxda aniq bu komplektatsiyadan topa olmaysizlar akalar. E'tibor beringlar. $499 evaziga komplekt holatda motoblok olishingiz mumkin. E'tibor bering. Komplektga frezalari, tormozlari, 7 ot kuchli original motoblogi, orqa tomonda 500 kilogacha bo'lgan yuklarni ko'tarish uchun mo'ljallangan aravasi. Aravaga bitta ahamiyat beringlar. Полностью konteyner listlardan yasalgan, ishlashlariga ham, sifatlariga ham gap bo'lishi mumkin emas akalar. Undan tashqari balonlariga e'tibor beringlar. Balonlari yangi skuter balonlaridan qo'yilgan bo'ladi. Taylarigacha hattoki profildan ramka qilib to'qilgan, o'tiradigan joylar taxtadan, oyoq qo'yadigan joy ham taxtadan, hamda dishlari aylanadigan. Hozir sanab o'tgan hammasi akalar. Frezasi, tormozi, motoblok, orqa tomonda arava, mayda-chuyda kuluch, hamma narsasi bilan atiga $499 ga komplekt holatda xarid qilib olishinglar mumkin. Bitta bu komplektatsiyadan xarid qilib, uyingizda bemalol yer haydash, kultivatsiya qilish, yuk tashishlarni ham bemalol amalga oshirsangiz bo'ladi. Va undan tashqari akalar, qiziq joyi, hoziroq mana shu videoga bitta like tugmasini bosing va kommentga hoziroq kirib omad deb yozib qo'ying va mana shunga o'xshagan boshqa joylarda hali ham pulga sotib yotirilgan mana shunga o'xshagan 100 xildan oshiq instrument. Bu drill, bundan tashqari shurpovor, bolgarka, drill, kluchnabor, hamma shunga o'xshagan 100 xildan oshiq instrument prosta takka do'konimizda hozirda tekinga tarqatib yorilyapti. Tekinga siz ham mana shunga o'xshagan instrument olib ketasiz. Faqatgina videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga hoziroq kirib omad deb yozib qo'ying va videoni oxirigacha ko'rsangiz, shu turdagi instrumentda bittasi 1 so'm bo'lsa sizga berib olinadi akalar. Undan tashqari hozir komplektatsiyamizning ma'lumotini beraman va kimga shu komplektatsiyadan qiziq bo'lsa, ekranga nomerimni qoldiryapman, aloqaga chiqaverasizlar. Soni cheklanmagan miqdorda motobloklar ham ko'p, aravalar ham juda ham ko'p akalar, bexizolat kelib olishinglar mumkin. Xo'p, motoblogimizga o'tadigan bo'lsak, motoblogimiz 7 ot kuchli, motorlari 170 motorlari bilan jihozlangan original 7 ot kuchli motoblog. Yurishlariga ahamiyat berasizlar. Yurishlari zavodni orqali yarimta tortganinglarda zavod olaji juda ham yaxshi sifatli ishlab beradi. Yoqilg'i turi benzinli model bo'lyapti akalar. Benzin tanlamaydi, oddiygina 80 benzinni qo'yib ishlatsanglar ham bo'ladi. Xo'p, reduktorlarga bitta ahamiyat beringlar. Reduktorini maqtash shartmi? Chunki motoblok ishlatib yurgan hamda yer haydab mana shunaqa motobloklarda tirikchilik qilib yurgan akalarimiz buni reduktorini bitada ko'r farqiga boradi. Ancha katta, baquvvat reduktor qo'yilgan. Shuning hisobiga mana bunaqa aravalardan yuk tashib yurganida umuman qiynalmaydi akalar. Shuning hisobiga mana shu original baquvvat motoblogimizni shu aravaga moslab komplekt qildik. Xo'p, oldiga 1-2 skorishlari bor, orqaga bittadan zadniy xotlari bor, gazlari ham original temir gazlardan qo'yilgan. Sifatiga, ishlashiga gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, aravasiga o'tadigan bo'lsak, aravasi полностью konteyner material qilingan. Dishlari ko'pchilik joylarda oddiy dishlar qo'yilyapti. Biz bunaqa sizlarga aylanadigan dishlalarni beramiz. Bu aylanadigan dishlar amal zati resorti vazifasini bajarib beradi. Xo'p, o'tiradigan joy taxta, oyoq qo'yadigan joylar ham taxtadan. Xo'p, ichlari полностью konteyner material, bir dona ham teshigi bo'lmaydi. Ichiga suv quysangiz ham suv ham ichida turadigan sharoitda bo'ladi. Xo'p, taylariga e'tibor berasizlar, полностью profil qilingan akalar. Oddiygina ugonli emas, profil ancha baquvvat tushadi. Shuni hisobiga profil qilib chiqilgan taylari ham. Xo'p, aytib o'tganimdek, komplektini atiga $499. Agar siz videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab bizga keladigan bo'lsangiz, kelganingizda hozir aytgan narximdan tushib ham beraman. Komplektga freza, tormoz, motoblok, mayda-chuyda kuluch, dokument, arava, bonusigacha hamma narsasi bilan $499 bahosi kami ham bor. Xo'p, ukam bonusiga mana bunaqa instrument beraman deding, shurpovor beraman, bolgarka beraman deding. Bularni qanday qilib tekinga olamiz o'zi deganlar bo'lsa, biz do'konga kelasizlar. Nafaqat mana shu komplektatsiyamiz va bundan tashqari mana shu yerda turgan motobloklarni istalgan turdan bittasini xarid qilasiz va motoblok sotib olganingizdan keyin do'konda ichiga kirasiz. Do'konda ichiga kirganingizda to'g'rida omadli baraban bor. Bu omadli baraban deyilayotgandan sabab biz do'konga kelib, o'zingizga yoqqan bitta motoblokni arzon narxda xarid qilib olganingizdan keyin do'konimiz ichiga kirib bu omadli barabanimizni aylantirasiz. Va bu omadli barabanimizni aylantirganingizda mana shu yerda turgan 100 xildan oshiq instrument qaysi bir shu barabanda aylanib tushsa, o'sha tushgan instrumentni oddiy misol mana shunaqa shurpovor nabor tushadigan bo'lsa, shuni olamizda, olgan motoblogingizga shuni qo'shib
1 so'm pul bermaysiz, shunda do'konimizning nomidan sovg'a qilib beraveramiz. Faqat buni sharti bor, videoga like bosib, kommentga omad deb hozir yozib qo'yishingiz kerak. E'tiboringiz uchun rahmat, joningiz sog' bo'lsin.